mumkin Xitoy mashhur brendi TCL brendini kuchliroq modeli bilan Koreyani Samsung brendini oddiyroq modelini solishtirib ko'ramiz. Ularning texnik parametrlari har xil bo'lgani bilan narxi deyarli bir-biriga juda yaqin. Videoni oxirigacha ko'rmasdan turib fikr qilishga shoshilmang. Bu QD Mini LED TCL 85 talik 144 Hz modeli. Samsung bo'lsa, o'sha 60 Hz Crystal UHD modeli. Voy. Bu Samsung televizorimiz 85 dyumli. Bilasizlar, butun dunyoning hamma davlatlarida sotilgan deyarli, hammani ishonchiga kirib ulgurgan. Bu televizorimiz 60 Hz bo'ladi. Oyoqlarini ham ko'rishingiz mumkin. Ikkita chetda joylashgan. Razyomlari o'sha aytib o'tganimizdek, ikkita tuneri bor, 4 ta HDMI vhodi, naushnik vhodlari va USB vhodi ham bor. Foydalanishga juda qulay, pultlari ham, hamma narsasi juda udobni joylashtirilgan. Bu brendimizda TCL QD Mini LED modeli. Dizaynlari bir-biriga juda o'xshash Samsung bilan, lekin bu premium klassdagi model bo'lgani hisobiga dizaynlari ancha jiddiy uslubda. Ko'rib turganingizdek, orqalarida qo'shimcha subwooferlari bor. Bu ovozini Dolby Atmos formatida yetkazib berish imkonini beradi. Zamonaviy hamma razyomlari bor, HDMI, internet sim bilan ulash, USB vhodlari va tunerlari mavjud. Bu televizor Samsung bilan narxi bir-biriga juda yaqin bo'lishiga qaramasdan, lekin ekranni aytib o'tganimizdek QLED va chastota обновленияsi 144 Hz. Podsvetkasi bo'lsa mini LED podsvetka, ya'ni kovroviy butun ekran bo'ylab podsvetka bo'ladi. Buni yoqib hozir sinovda ko'rsatib o'tamiz. Mana ikkala televizorni ham qizil rangda tekshiryapmiz. Qaysi biri qaysi modelligini aytmaymiz. O'zingizlar rangidan farqlab olishingiz mumkin. Ko'k rangda, mana havo rangda tekshiryapmiz. Ko'rishingiz mumkin, qora fonda ikkala televizorimizga ham qizil yozuvlarni ajratib yoqib qo'ydik. Yorug'likda ham farqi sezilarli darajada bilinib turibdi. Endi sirni ochib o'tamiz. Bu televizorimiz Samsung televizori, bu bo'lsa TCL QD Mini LED modeli. Bittada farqini bilishingiz mumkin. Qora fonni ko'ryapsizlarmi? Podsvetkasi yonida bo'lganini hisobiga otsvechit qilib, ya'ni yorug'likni o'tkazib turib, qora emas, ko'k rang bo'lib qoldi qora fon. Bu modelimizda bo'lsa atrofi umuman ko'rinmayapti, tim qora. Ya'ni qora rangi ko'rsatchini farqini o'zingizlar ajratib olishingiz mumkin. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, Samsung televizori va TCL televizorlarini solishtirib o'tdik. Bularda texnik parametr bo'yicha juda katta farqi bor, lekin narxlari bir-biriga juda yaqin. Agar bu televizorlarning narxi bilan qiziqayotgan bo'lsanglar, pastda raqamlarni yozib qoldiramiz. Bemalol qo'ng'iroq qilib bilishingiz mumkin yoki Telegram kanalimizga o'tib olib, narx-navolari va telefon raqamlarimizni olib buyurtma berishingiz mumkin. Rahmat hammaga.